جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموما. Qur'on yodlayotganingizda yomon do'stlardan va bunga salbiy ta'sir yetkazadiganlardan uzoq bo'lishingiz zarur. Salbiy ta'sir yetkazadigan kishi dindor va yaxshi odamlardan bo'lsa-da, sizni Qur'onni yodlashingizga xalaqit berishi ehtimoldan xoli emas. Men sizga bir misol keltiraman. Siz ishga borib, ishxonada salbiy ta'sir yetkazuvchilarning biri bilan suhbat qurib o'tirib, unga men Qur'on yodlamoqchiman deysiz. Salbiy kishi nima deydi? O'zingga ko'p ishonib yuborma. Senda vaqt bormi? Bir o'ylagin, hozir necha yoshdasan? Qiladigan ishlaring qancha? Siz bu salbiy gaplarni eshitib, ruhan yengilasizda, Qur'onni yodlay olmaysiz. Aksincha, ijobiy kishi bilan o'tirsangiz, u sizga chiroyli so'zni aytadi. Men sen bilan birgaman, senga ko'mak beraman, senga javob qilaman. Qur'on yodlashingga nima kerak bo'lsa, senga yordam beraman deydi. Bu ijobiy do'stdir. Yana bir misol, farzandlarimni qori qilmoqchiman desangiz, yoshlari nechada deydi. Siz biri 6, biri 7, biri 10 da deysiz. U sizga do'stim, ularni qiynama, siqib qo'yma, hozir vaqti emas, sal kattaroq bo'lishsin deydi. Bu ham salbiy do'stdir. Qur'on yodlayotganingizda doimo ijobiy kishilar bilan birga bo'ling va salbiy ta'sir ko'rsatadigan kishilardan uzoqlashing. Ular bilan birga o'tirmang yoki ularning so'zlarini bir quloq bilan eshitib, unisidan chiqarib yuboring. Sizga foyda keltiradigan kishilar bilan o'tiring. Shu so'zimning oxirida bizni tinglayotgan har bir kishidan xoh u Qur'onni yodlasin, yodlamasin, talabim shuki, siz agar Qur'on yodlashni xohlamasangiz, Alloh taolo sizga Qur'on yodlashga yordam bermagan bo'lsa, boshqalarni ham Qur'on yodlashdan to'smang. Hech bo'lmasa ularga shirin so'zni ayting. Men o'tgan halaqalarimizning birida Qur'onni yod olgan kishi Qur'onning har bir harfi uchun 10 ta ajr oladi. Alif lam mim 30 ta hasana bo'ladi degan edim. Inshaalloh bir so'z bilan Qur'onni yodlashga rag'batlantirish, bitta shirin so'z bilan Qur'on yodlashga yaqin bo'lish mumkin. Kelinglar, hammamiz birgalashib Qur'on yodlashga targ'ib bo'ladigan so'zlarni gapiraylik. Shoyatki odamlar hammalari qori bo'lib ketishsa, ey kalomullohni yodlovchilar, salbiy ta'sir yetkazadiganlardan olis bo'laylik. hayatal qalbi bil Qur'an kay tatma'inna ar-ruhu bil iman watluhu bil ana'i wastamtir bihi faydar rida wa sahaib. Biz Marokashda Qur'onni yod olgan juda ham xushovoz imtiyozli bir Qur'on hofizi bilan uchrashdik. Tirishibdi, sabr qilib atrofidagi solih do'stlar sabab bo'lib, kalomullohni komil yod olish sharofatiga erishibdi. Bunday namunali qorilarni va qanday Qur'on yodlagani haqidagi hikoyalarni eshitganimizda ancha vaqt Qur'ondan uzoq bo'lganimizdan so'ng Qur'on yodlashga qiziqamiz, yana Qur'onni qo'limizga olib, uni yodlashga kirishib ketamiz. Hozir biz bilan birga Marokash davlatining qorilaridan xushovoz Shayx Ahmad Xolidiy o'tiribdilar. Xush kelibsiz, marhabo. Ahvollaringiz qanday? Yaxshimi? Alhamdulillah. Shayximiz, hozir biz sizdan Qur'on yodlashni qanday boshlaganingiz haqida ma'lumot olmoqchi edik. Avvalo, Qur'on yodlashimga muvaffaq qilgan zot Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Shubhasiz buning o'ziga xos sabablari bor. Ana shu sabablarning biri, alhamdulillah, ba'zi imomlar va ayrim do'stlarim Qur'onni yod olgan ba'zi o'rtoqlarim bo'ldi. Ular Qur'onni yodlashga meni rag'batlantirdilar. Men yoshligimdanoq Qur'onni sevar va Qur'onni tajvid bilan o'qir edim. Ko'zimni yo'qotganimdan so'ng, ya'ni qisman ko'rishdan mahrum bo'lganimdan keyin Asifiy shahridagi ojizlar uchun mo'ljallangan Alaviya madrasasiga kirdim. Shayx, o'sha payt yoshingiz nechada bo'lgan edi? 7 yoshda edim. U yerda 5 yil tahsil oldim. Shuning mobaynida Ibroil uslubida o'qishni ta'lim oldim. Keyin esa otamga Qur'on yodlash uchun mo'ljallangan maxsus maktabga kirishimni aytdim. Otam oz-moz ikkilandilar. Keyin esa qoniqtira oldim. Otangiz qanoat hosil qilmadilarmi?
Ha, chunki otam mening kelajagimni o'ylar edilar-da. Keyinchalik Allohga hamdlar bo'lsin, otamni qoniqtira oldim. Otam men bilan o'tirib menga fatvo berib, menga Qur'ondan imlo qilar edilar. Men biroyilcha yozar edim. Keyin otamga xatolarni tuzatar edim, so'ng yangi darsni yodlashni boshlar edim. Keyinchalik esa bir necha ustozlar qo'lida o'qidim. Eshitishimcha, siz Qur'onni Brail uslubida komil yozib chiqibsiz. Brail uslubi ojizlar uchun eng afzal qo'llanmadir. Ha, alhamdulillah, Alloh meni bunga muvaffaq qildi. Hammasini yozdim. Ofarin sizga. Alhamdulillah, bizda ko'pchilik ojizlar eshitish orqali yodlaydilar. Chunki hamma ham Brail uslubida o'qitadigan madrasaga kirishga qodir emas. Sababi bu hamma shaharlarda yetarli emas. Yana undan tashqari bu qiyin fan, oson emas. To'g'ri, juda qiyin. Birinchi yoziladi, keyin esa uni to'g'rilanadi. Albatta bu qiyin. Lekin bu mashaqqatlarning hammasi Qur'onni yod olish yo'lida hamda Alloh bizga va'da qilgan mukofotlar uchundir. Alloh taolo sizga o'zining marhamatlaridan in'om etsin va dunyo oxiratda qadringizni baland qilsin. Ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس. Albaniyalik Muhammad Ali haqidagi qissa hali tugaganicha yo'q. Qur'on yodlash maqsadida oilasi bilan vidolashib, Pokistonga qarab safar qilar ekan, u yerda ko'rgan narsalardan dahshatga tushadi. Lekin shunday bo'lsa-da, Qur'on yodlash qaroridan qaytmaydi. Pokistonga safar qildim. Pokistonga qanday safar qilganimni bilasizmi? Albaniyadan Istanbulga samolyotda uchdim. Keyin menda mablag' unchalik ko'p emas edi. Shuning uchun Pokistonga avtobusda safar qilsammikan deb o'yladim. Buning hammasi Qur'onga bo'lgan muhabbatingiz tufaylimi? Hammasi shu sababli. U ham bo'lsa Qur'onni yodlashni so'yganingiz uchun. Men doimo millatim albanlar haqida o'ylardim. Ya'ni diktator alban xalqi qo'lidan Qur'onni tortib olish uchun, Qur'onni yo'q qilish uchun ko'p harakat qilgan edi. Men esa inshaalloh alban xalqiga islomni, dinni, Qur'onni tanitish uchun undan ham ko'proq tirishaman dedim. Albaniya poytaxtdan Istanbulga samolyotda uchdingiz. Samolyotda avtobusga mindim. Ya'ni 7 kun safarda bo'ldim. Pokistonga borish uchun 7 kun yurdingizmi? Istanbuldan chegaraga yetgunimcha Turkiyani hammasini kezdim. Chegaradan Tehronga, ya'ni Eronning poytaxtiga o'tdim.
Tehrondan esa Zohidonga safar qildim. Zohidon Xorason mintaqasida, ya'ni Zohidon Afg'oniston bilan Pokiston chegarasi yaqinida joylashgan. Zohidonda 5 soat o'tirib, u yerda oz-moz tamaddi qilib, keyin Pokistonga qarab jo'nab ketdim. Pokistonga yetib kelib, avvalo Kuvaytaga kirdim. Kuvaytadan so'ng Lohorga o'tdim. Safarning hammasi 7 kun bo'ldi. Charchoqdan oyog'im og'irlashib ketdi. Ko'p yurmagan edim. Ayrim odamlar bor safar qilishadi, lekin ularning safarlari sizning safaringizdan tamoman o'zgachadir. Gunoh va ma'siyatlar uchun, Allohga osiy bo'lish, Allohning g'azabiga giriftor bo'lish uchun qadam bosadilar, safar qiladilar. Ammo siz bosgan qadamlaringiz uchun Alloh taolodan savob umid qilasiz. Alloh sizni Qur'on yodlashga muvaffaq qilibdi. Pokistondagi Qur'on yodlashingiz qissalaridan gapirib bersangiz. Ma'lumki, Pokiston boy davlat emas. Pokistonga borib, qishloqdagi madrasaga joylashdim. Subhanalloh, qishloq ahli nihoyatda kambag'al. Birinchi marta madrasaga kirganimda ko'nglim boshqacha bo'lib ketdi. Chunki men Avropadan kelganman. Keyin Turkiyani ko'rdim. Turkiyani bilasiz, juda chiroyli mamlakat. Pokistondagi qishloqda aqli hushim yo'qolib, go'yo mast kishidek bo'lib qoldim. O'zimga o'zim qayerga kelib qoldim, dedim. Ya'ni ustozlar menga yaxshi muomala qilib, meni iliq kutib olganlaridan keyin asta-sekin Siz Qur'on yodlashni boshlagan payt 1 juznimi, 2 juznimi yod olsangiz ham bu juda ham go'zal ishdir. Siz maqsadga erishdim, Qur'onni komil yod oldim deb ko'z oldingizga keltiravering. Qur'on yodlashni endi boshlagan bo'lsangiz ham hali ko'p qoldi deya ko'rmang. Balki Allohning izni ila men Qur'onni yod olaman. Alloh meni Qur'onni yodlashga muvaffaq qildi va Qur'onni yod olish uchun meni ixtiyor etdi deng. Men Qur'onni yod olaman deb azmi qaror qiling. Men shaxsan o'zim kunlarning birida 3 yoki 4 juzni yodlaganimda otamga borib, "Otajon, hozir men 3 bora yodladim, qolganini qachon yodlab bo'laman?" dedim. Otam menga "Shoshma" dedi. Siz hozirdanoq maqsadga erishdingiz. Allohning izni ila chinakam niyat qildingiz. Robbul alamin sizni muvaffaq qiladi. Mazzaku, siz doimo ofisda, mashinada, hovlingizda bo'lganingizda payg'ambar alayhissalomni Qur'onni mahorat bilan o'qiydigan kishi pokiza, ulug' farishtalar bilan birgadir degan hadislarni o'qib, eshitib, uyqudan turib ketasiz. Dunyoda Qur'onni qanday tartil bilan o'qigan bo'lsang, shunday o'qigin, yuksaklarga ko'tarilgin. Bular ajoyib hadislar. Qur'on qiyomat kunida uni yodlab amal qilganlar uchun shafoatchi bo'lib keladi. Bu narsalarning barchasi Allohning izni ila sizning himmatingizni oshirib, Qur'onni yodlaydigan qilib qo'yadi. Men bu so'zlarni gapirib turibman. Siz esa saytni ochib, Qur'on yodlaganlarga qanday fazilatlar borligi haqida payg'ambar alayhissalom xabar bergan hamma hadislarni ko'rib chiqing. Siz 17 yoshingizda Pokistonga kelgan ekansiz. U yerda Qur'on yodlash muddati qancha davom etdi? Allohga qasam, to'g'risini aytsam, men Pokistonning havosi yomonligi tufayli qattiq kasal bo'lib qoldim. Chamasi 1 oy madrasada, 1 hafta yoki 2 hafta kasalxonada yotdim. Havo yomon. Tajvidning o'ziga 2,5 oy vaqt ketdi. Siz eng birinchi arab tilini, qanday Qur'on o'qishni o'rganishingiz zarur bo'lgan. Avvalo alif, ba, ta, sa, jim, ha, xo harflarini o'rgandim. Tajvidni o'rgandim. Alban tilida xo, sod harfi yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Shu kabi xo, sod va dod harflarini talaffuz qilishim katta muammo bo'ldi. Sizlarning tilingizda bu harflar yo'qmi? Yo'q. Hatto qof harfini ham tasbehda sanab o'tkazganman. Qancha oy ta'lim oldingiz? 2,5 oy. Shuncha muddat harflar bilan tajvidning o'ziga ketdimi? Ha, keyin Qur'on yodlashni boshladim. Boshlagan paytimda 2 betdan yodlay boshladim. Har kunimi? Har kuni. Har kuni Baqara surasidan boshlabmi? Amma porasidanmi? Amma porasidan, lekin kasallik sababli. Qancha davom etdi? 2,5 yil ketdi. 2,5 yilda Qur'onni komil yodladingizmi? Ha, buni yutuq deyiladi. Biz arab mamlakatlarida arab tilini biladigan odamlar Qur'onni yodlashlari uchun uzoq vaqt ketadi. Lekin siz Albaniyadan safar qilibsiz, og'ir mashaqqatlarga dosh berib Pokistonga yetib boribsiz. Biz birodarlarimizga shuni aytmoqchi edik. Madrasaga kirganimda menga ustozim, "Sening yoshing katta ekan, Qur'onni yodlay olmaysan", dedilar. To'g'ri, chunki yodlash yoshlikda afzal bo'ladi. Kishi balog'at yoshiga yetgandan keyin yodlash qiyinlashadi. Chunki balog'at yoshida uning aql fikri ham o'zgaradi. Ustozning so'zi to'g'ri, lekin sizning himmatingiz qanday edi?
Men ustozimga Allohga qasam, men 7000 kilometrdan faqat Qur'onni yodlash uchun bu yerga keldim-u, siz menga Qur'onni yodlay olmaysan deysizmi, dedim. Bu safaringizdan maqsad faqat Qur'onni yodlashmidi? Shuncha mashaqqatdan keyin Allohga qasam, agarda yoshim 40 ta bo'lsa ham Qur'onni yodlar edim dedingizmi? Biz hozir Qur'on yodlashning samarasini Muhammad Alida ko'ryapmiz. Qur'onni yodlab bo'lgandan keyin boshqa davlatlarga ko'chib o'tib, u yerda shar'iy ilmlardan va boshqa ko'p ilmlardan tahsil olgan. Men Alloh taolodan sizning ilmingizni manfaatli qilishini hamda Qur'ondan yodlagan har bir harfni sizning har bir mashaqqatingiz evaziga savob qilib berishini tilayman. Ajr, savob mashaqqatga qarabdir. كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن